Demek men hozir bu yerda post table ichidagi qolgan menyularni tashqariga chiqarib qo'ydim kamolxonaligi uchun. Endi quyidagi ikonchalarni o'zgartirib qo'yish kerak, ya'ni o'zini turi bo'yicha. Uning uchun tak mana bu yerdan o'zgartirib qo'yamiz. Misol uchun postki newspaper bo'ladi, kategoriyaniki qandaydir list degan nimaga to'g'ri keladi. Tagdagi text degan font avisanda demak shunaqa ikon bor. Page'dagi text file text all degan demak ikon, user'dagi esa users degan ikonga to'g'ri keladi. Demak agar yangilasak quyidagicha hosil bo'ldi. Endi mana bu table'ni boya o'sha baza yaratishda, table yaratishda esdan chiqibdi. Endi mana shu narsani yaratib olamiz. Demak, buning uchun workbenchga kirsak ham bo'ladi yoki bo'lmasa php-admin orqali yaratsak ham bo'ladi. Biz php-admin orqali yaratishda boshlaymiz. Demak, buning uchun o'sha bazamizga kiramiz. Bu yerdan category yangi tablening nomi ustun id va demak tablening nomi id va name dan tashkil topgan ikkita ustundan iborat bo'ladi. Demak bizga qolgan narsalar kerak emas, murakkablashtirmaymiz va table yaratishni boshlaymiz. Demak, birinchi ustunimiz nomi id va auto incrementni bosamiz. Primary key o'zi avtomatik hosil qiladi. Keyin esa name varchar 255 save bo'ldi. Kategoriya degan table yaratildi. Faqat bu kategoriya boyagidek relation orqali demak postga hech qanday bog'lanmagan. Shuning uchun postga ham ya'ni postga ham kategoriyasini bog'lash uchun bitta ustuni qo'shishimiz kerak. Ya'ni buning uchun user iddan keyin masalan category id degan ustun qo'shib qo'yamiz. Demak, ustun qo'shildi. Demak, post ma'lum bir kategoriyaga tegishli bo'ladi. Buning uchun ikkalasini bog'lash relation orqali bog'lash ham mumkin, lekin bog'lamasdan turib ham ishlasa bo'ladi. Lekin bog'lab qo'ysa hech qanday zarar qilmaydi va to'g'ri ishlashda asqotib qoladi. Shuning uchun MySQL Workbench orqali bog'laymiz. Demak, bu yerdan bizda mavjud baza, shuning uchun quyidagi tugmachani bosib bazaga ulanamiz. Blok degan bazani tahrirlashni boshlaymiz. Close bo'ldi, yaratildi. Odatda pastga tushib qoladi, shuning uchun demak mana kategoriya degan yaratilgan. Shuni ya'ni postda kategoriya id mana bu idni bu idga bog'lashimiz kerak. Kategoriya id bu idga bog'lanadi. Demak, uni saqlash uchun Ctrl Shift Z tugmasi yoki quyidagi tugmachani bosamiz. Next. Bu joyda qandaydir o'zgarish bo'lganligini amalga oshirayotganini bildiradi. Next bosamiz. Buyruq bajarilyapti. Close bo'ldi. Bu oynadan chiqib ketamiz, kerak emas. Bizni post bilan kategoriya tablimiz mantiqan o'sha relationlar orqali o'sha bog'lanib qoldi. Endi G orqali demak yana bitta shu kategoriya degan model bilan ishlaganimiz uchun kategoriya degan yangi bitta model yaratib olamiz. Generate yaratildi.
kategoriya uchun root yaratamiz. Kategori degan search va kategori degan kontroller review va generate. Demak, yaratildi. Bo'ldi. Ana endi keyingi ishimiz kategoriyani bog'lash hisoblanadi, ya'ni post bu yerda post orqali bog'langan, pastda esa narsani kategoriyaga bog'lab qo'yishimiz kerak. Ya'ni mana bu holat orqali one to'sini bog'lab qo'yamiz. Bu yerda get kategoriya bo'ladi. Kategoriya bog'lanadi va bu yerda kategoriya degan modelga s1 bo'lib bog'landi. Kategoriya table orqali demak mavjud nimalar hammasi to'liq bo'ldi. Adminga kiramiz. Endi o'sha aynan o'zi uchun kontrollarni chaqirib olish kerak. Quyidagilarni ularni olish uchun page post tag user nusxasini olamiz va ularni admin modulini ichiga tashlaymiz. Bu yerda tashlagandan keyin odatda namespace degan narsa bor. O'sha narsani hisoblab qo'yish kerak. Ya'ni mana bu aynan modul ichidagi kontrollerdan foydalanayotgan bo'lish uchun namespace ni to'g'rilab qo'yamiz. Barcha kontroller ichidagi. Odatda klassda bitta namespace ishlatiladi. Bo'lmasa xato bo'ladi. Namespace'lar barchasi sozlandi. Endi demak aynan admin qismi uchun user ya'ni view qismlarini olamiz. Bizga viewdan quyidagilar kerak. Ularni view qismiga nusxa ko'chiramiz. Nusxa ko'chirganimizda ular bu yerga tushadi. Bo'ldi. Adminkamiz deyarli tayyor. Barchasi to'liq ishlayapti. Ma'lumot kiritish ham bemalol mumkin. Faqat bu yerda ba'zi sozlash kerak, ya'ni mana bu narsalarni yoki shunga o'xshash holatlarni amalga oshirish kerak. Buning uchun demak aynan aktiv bo'lgan menu quyidagi rangda turishi uchun uni layoutga o'tib, layout ichida quyidagicha holat bor, ya'ni class active degan shu yerga bir shart berishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun controller IT bu joriy kontrollerni olib beradi va bu kontroller orqali hozirgi menyuda aktiv qilish yoki aktiv qilmaslik ishini amalga oshirish mumkin. Agar joriy kontroller bo'lsa defaultga teng bo'lsa aktiv degan klass bu yerga qo'shiladi. Aks holda hech qanday klass qo'shilmaydi. Xuddi shu narsani boshqa ularda ham amalga oshirib qo'yamiz. Bunda aynan o'zi aktiv bo'lsa o'shalar qo'shiladi. Masalan, bu yerda bor ekan. Ko'chirib olamiz, keyinchalik sozlab qo'yamiz. Demak, bu yerda user degan klass bo'lishi kerak. Bu yerda aktiv bo'lish uchun page bo'lishi kerak. View aktiv bo'lish uchun tag va bunda ham aktiv bo'lish uchun kategoriya degan va bunda post.
Programni kirganimizda aynan o'zi aktiv holatga o'tadi. Demak, sayt aynan admin qismi deyarli tayyor. Ba'zi sozlashlar, ya'ni aynan adminga login bilan kirish uchun birikta sozlashni amalga oshirib qo'yiladi. Masalan, bu narsa sayt kontrollerda bor, ya'ni behavior degan metodni ichida access degan rol bo'ladi. Ana shu roldan nusxa olib o'zimizning barcha demak o'sha kontroller ichidagi behavior ichiga return degan qiymat ichiga access degan qiymatlarni mos qo'yib nusxasini ko'chiramiz. Bu yerda aynan mana bu belgi ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchini bildiradi. So'roq belgisi esa ro'yxatdan o'tmagan foydalanuvchi. Bu yerda ro'yxatdan o'tganlar faqat kirish mumkin degan ma'no kelib chiqadi. Bu yerda biza mana shu holatda quyidagicha yozib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni aynan roliga qarab, ya'ni admin ham user ham ro'yxatdan o'tgan bo'ladi. Ro'yxat o'tganligini userni quyidagi demak mana bu admin yoki userga qarab ham aniqlash mumkin. Buning uchun quyidagicha shart berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni hozircha bundan qilmaymiz, chunki ishi sal ko'proq. Xuddi mana shu holatni boshqa page kontrollerda post yoki tagda access kontrolga ham qo'yib chiqamiz. Aynan bularga ham kirish uchun login parol talab qiladi bu holat. Demak, bu narsani default demak kontrolga ham qo'shib qo'yamiz. Access kontroller. Aynan mana shu holat ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchi shu kontrollerdagi barcha actionga ruxsat bor degan qoidani keltirib chiqaradi. Agarda biz hozir birorta actionga harakat qilsak, login sahifasiga kirib yuboradi. Bizda hech qanday ruxsat qolmagan, aynan adminkadan foydalanish uchun. Login qilganimizdan keyin adminkadan foydalanadi. Login qilish uchun model, ya'ni user modelni sozlab olish kerak bo'ladi. Sozlab olish uchun user model har doim implement olinadi. Interface degan interfacedan bu majburiy narsa hisoblanadi. O'zida quyidagicha xatoliklarni keltirib chiqargan, ya'ni ma'lum bir metodlarni shu user klassda bo'lishi talab qilinganligi uchun. Buning uchun o'sha metodlarni qo'shish kerak. Demak, bunda bu narsalar oldindan bor edi. O'shalarni demak shu user klassga ham qo'shib qo'yaman. Demak, bizning holatimizda bu yerda ham interfacedan nasl olingan. Nasl olingandan keyin quyidagicha demak yangi o'zgaruvchilarni qo'shib qo'yamiz. Mana bu narsalar bilan parol o'zgartirish uchun hozir bizga asosiy kerak ekan quyidagi o'zgaruvchi. Va keyingi aytganimiz mana bu metodlarning barchasi majburiy hisoblanadi. Shular qo'shilgandan keyin xatolik ham o'zidan bartaraf etiladi. Xatolik yo'q. Mana endi login qilsak ham hech qanday login kirmaydi, chunki sababi bizda userda hech qanday ma'lumot ham mavjud emas. Ma'lumot kiritish uchun demak birinchi qo'lda kiritiladi. Masalan, admin parolga birorta parol hozir ya'ni hashlangan parolni bilmaymiz. Shuning uchun oldingi birorta paroldan foydalangan holda o'shani qo'yib turamiz. Ya'ni hozirgi holatimizda sinov uchun mana bu yerda hashlangan kodi, misol uchun 1 2 3 4 5 6 degan parol saqlanadi. Bu o'sha narsa bilan solishtiriladi.
bu yerda quyidagicha xatolik kelib chiqdi, ya'ni 45 tadan kam bo'lmaslik kerak degan varchal 45 ta bergan ekanmiz, shuning uchun bu narsa kirita olmayman. Ya'ni mana bu qiymatlarni o'zgartirib qo'yamiz. Boya baza tuzishda ozroq kamchilik bo'lgan ekan, ya'ni 255 ta qilish qo'yamiz bu narsani. Endi kiritishni boshlaymiz. Demak, passwordga parolimiz kiritdik. Admin misol uchun masalan qandaydir ism, masalan Timur. Status aktiv va user admin. OK deb bosamiz, demak ma'lumot kiritildi, user degan va quyidagi user paydo bo'ldi. Mana endi agarda men hozir login qismidan admin login parol kiritaman. O'zim bilgan parol koddan hisoblanadi. Kiritganda login amalga oshdi, ya'ni men tizimga login orqali kirdim. Ana endi aynan qanday aniqlab olish mumkin? Chunki bu narsalar o'sha serverda yoki keshda saqlanadi. Ma'lum bir masalan anaqa keshlar bor, o'zini ya'ni yeni xavfsizlik uchun validatsiyalar qilib saqlanadi. Demak, bizning holatimizda men login qildim. Aynan loginda yana mana bu yerga ismimni keltirishim mumkin. Hozir bu joyga ismni chiqarish uchun quyidagicha kodni yozsak, mana bu yerga ism kelib chiqadi yoki logout qilish oynasi mana bu yerda ism. O'sha ismni chiqarishimiz uchun demak page ochamiz va user identity degan qiymat va bu yerdan user name desam, mana shu holat joriy username degan ustunidagi full name to'g'ri. Name degan ustundagi qiymatni olib beradi. Ya'ni men kirgan mana shu mana bu ismni olib beradi bu qiymat. Hozir bu yerda mana kirdi. Mana endi logout degan tugmachani ya'ni faollashtirib qo'yish kerak. Buning uchun demak logout qilib olamiz. Logout mana bu yerda ekan. Ya'ni tizimdan chiqish bo'ldi. Endi bunga menyusi demak URL quyidagi tartibda bo'ladi. URL to asivchida har doim sayt to'g'ri bunday sayt bo'ladi. Sayt boshqachadan sayt log out joriy userni tizimdan chiqarib yuboradigan action hisoblanadi. Sayt kontrollerda saqlanadi. Va bu action faqatgina agar sayt kontrolleriga o'tsak, mana yuqorida verb degan narsa bor, ya'ni logout degan action faqat post degan nima deydi, so'rovlarni qabul qiladi. Bu so'rov esa get qilib jo'natiladi. Shuning uchun bu HTML5 da bitta qo'shimcha imkoniyati bor, ya'ni linkni so'rov orqali jo'natish degan, ya'ni data method degan qo'shimcha atribut. Bu aynan biz linkni bosganimizda ana shu linkdagi mana bu qiymatni post so'rov orqali shu actionga yuboradi. Hozirgi holatimizda xatolik kelib chiqishi mumkin. Sababi URL qilishda oldinga drop belgisini qo'yish, slash belgisini qo'ysam katta ahamiyatga ega bo'ladi. Bu hozirgi mana bu holat, ya'ni adminga, ya'ni bizning modulimiz, admin modulimiz ichidagi sayt kontrollerdan qidirib ketyapti. Bizda esa u tashqarida, ya'ni front end hisoblanadi. Agar bu narsani qo'ysak, bu yuqorida, ya'ni saytdan tashqari, ya'ni moduldan tashqaridagi kontrollerdan qidirish boshlaydi. Mana quyidagi holatda pastda misol uchun
block.log site.logout degan kontrolleriga so'rov yuboriladi. Agar bossam, men avtomatik tarzda tizimdan chiqib ketaman. Tizimdan chiqdim. Kirishim uchun demak hello it's me. Demak kiramiz, saqlab qolgan. Okay. Demak kirdim. Hammasi to'g'ri ishlayapti. Oxirgi foydalanuvchi o'zim qo'lda kiritganman. Aslida bo'lmasam bu yerda kiritish kerak edi. Hali ba'zi narsa sozlanmagani uchun bu yerdan kiritilgan, lekin real nimada bunday qilinmayapti. Demak, hozirgi holatimizda deyarli admin qismimizda sozlamalar amalga oshirildi. Ana endi aynan post kontrollerlar, kategoriyalar, kalitlar shular bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Lekin bundan oldin yana bir nimani e'tiborga olib qo'yish kerak. Masalan, nima? Mana bu holatdagi user, mana hozir holatdagi userning huquqi, demak, meni huquqim hozirgi holatda admin. Aynan mana shu sahifaga faqat adminlar kirishi mumkin degan shart bo'lish kerak. Agarda oddiy user ham kirsa, hozirgi holatimizda kirib qoladi. Shuning uchun bu narsani oldini olish uchun, ya'ni bu narsani oldini olish uchun kontrollerlarda quyidagicha ya'ni qo'shimcha komponent qo'shib qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni masalan default kontrollerga mana bu demak bu narsa barcha userlarni nazarda qiladi. Ro'yxatdan o'tgan barcha userlar, admin ham, oddiy user ham, role admin bo'lgani, oddiy user bo'lgani. Bizda mana bu joydan foydalanish uchun faqat adminlar foydalanishi uchun agarda admin deb yozib qo'ysak, bu narsani tizim bilmaydi, haqiqatan bu odam adminmi yoki admin emasmi. Buni agarda mana bunday qilib yozsak bo'lish ehtimolligi bor, lekin narsani sinab ko'rmaganman. Lekin xatoli bo'lish ehtimolligi ham bor. Rol qanday xatolik bo'ldi, chunki error. Demak, bu narsa mana bu narsa barcha uchun degan ruxsat beryapti. Biz barcha uchun emas, faqat admin uchun degan ruxsatlarni berishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun komponent degan faqat yaratamiz, chunki hozirgi holatda yana qo'shimcha komponentlarni saqlash uchun bizda yo'q. Demak, komponent degan babkamiz yaratildi. Demak, uning ichida quyidagicha komponent bo'larkan, to'g'rirog'i komponent. Uning ichida access rule degan demak o'qitamiz components degan tabga. Uning ichida demak access rule degan maxsus klass bor. Bu klass joriy userni rolini olib beradi. Ya'ni access rule degan demak filter degan access rule degan klassdan nasl olyapti va bu yerda maxsus himoyalangan protect metodi orqali matchroll, ya'ni joriy userni roli aniqlab olinyapti. Agar mana bu yerda shart berilyapti, ya'ni joriy user oddiy user bo'lsa va modul, ya'ni aynan so'rov yuborilgan modul, ya'ni bizda hozirgi ishlab turgan hello it's me degan modulga to'g'ri kelib qolsa, bu odamni demak home page'ga burib yubor degan shart berilyapti bu yerda. Aks holda bu holatda o'sha mana bu yerda maxsus ya'ni so'rovlar boshqalar amalga oshirilib joriy userning roli olib beryapti. O'sha rol qaytariladi. Demak, rol qaytarilgandan keyin
kontrollerimizda misol uchun modul oldin bu narsani qilgandim. Masalan, mana bu yerga role config degan, ya'ni qo'shimcha bizni komponent klassini qo'shiladi va bu yerga endi bu yerga admin deb yozib qo'ysak bo'ladi bemalol. Bu narsa faqat admin uchun ruxsat degan qoidani olib keladi bu yerga. Demak, mana shu qoidamizni barcha kontrollerlarga qo'shib chiqamiz. Page'ga ham va role'ga ham bo'ldi. Mana endi faqat bu yerda admin uchun ruxsat bor. Ya'ni roller qiymat. Mana bularga ruxsat bor. Ya'ni mana bularga ruxsat bor. Bularga ruxsat yo'q. Agar men hozir joriy userning role user qilib qo'ysam, avtomatik tarzda ya'ni frontendning bosh sahifasiga chiqarib yuboradi. Ya'ni men bu yerdan foydalanishga hech qanday ruxsatim yo'qligi uchun. Demak, buni qaytarib qo'yamiz va qaytaramiz. Demak, bizning holatimizda role config ham sozlandi. Endigi qiladigan ishimiz, demak, aynan boya aytganimizdek postlar bilan ma'lumot kiritish, kategoriya, kolleksiya, sahifa, foydalanuvchilar qo'shish, ichki nimalarni ishlab chiqamiz. Ya'ni bu yerda kategoriya qo'shishlarda masalan ko'rinish jihatdan yoki ba'zi jihatdan to'g'ri ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Qandayki, aynan bizga user interface sal qo'polroq joylashgan bo'ladi. O'shalarni keragisini o'chirib, keragisini qo'shib chiqamiz. Demak, birinchi bu demak, tableimizda eng yuqori o'rinda kategoriya turadi. Aynan hozir foydalanuvchini qo'shmaymiz, oxirida qilamiz. Kategoriya qo'shiladi, undan keyin kategoriya qarab post qo'shiladi. Keyin postga qarab kalit so'z, shunga o'xshash ketadi. Demak, kategoriyadan boshlaymiz. Kategoriyada nima bor? Kategoriyada demak, bizda ikkita ustun bor. Birinchisi ID, ikkinchisi name. ID bilan name, demak, bu juda ham oddiy. Hozir qilamiz. Kategoriya indeksga kirdik. Kategoriya qilganimizda mana quyidagi oyna bor. Demak, bu yerda sal sozlab qo'yishimiz kerak. Ba'zi joylarni, masalan, categories qo'shimcha tarzda ba'zi o'zimni, ya'ni qayerda mana bu joyda custom main degan shaxsiy klasslar to'plami, ya'ni CSS'lar uchun klasslar nimasi bor edi. Men shuni chaqirib qo'yaman, chunki bu yerda o'zim demak qo'lda yo'q chiqaman barcha klasslarni, nima ish bajarishi, shularni ancha ishimizni osonlashtiradi. Lekin buni hozir asset, ya'ni mana bu yerga chaqirib qo'yishimiz kerak. Ya'ni bu yerda chaqirilmagan. Va bu demak backend ichida emas. Demak, bu backend emas, tashqarida turibdi CSSda. Mana bu yerda. Demak, men buni quyidagicha chaqirib qo'yaman, ya'ni CSS va custom.main CSS. Yana shu yerda hozir endi aynan CSSlar bilan ishlashimiz uchun qo'shimcha o'zimiz CSSda fayl yaratib olishimiz kerak. Ya'ni o'zimiz ishlaydigan bu yerda mana bu custom degan bor ekan. Custom bor ekan. Mana shu bilan ishlasak bo'ladi, oxirlariga yozib. Bu yerda ham custom main chaqirilgan ekan. Bizga kerak emas, bu o'chirib qo'yishimiz mumkin. Demak, agarda qo'shimcha qo'sh kerak bo'lsa, shu joydan qo'shib ishlab ketishimiz mumkin. Demak, masalan, mana bu narsani o'rtaga olishimiz kerak. Shuning uchun bu o'zimning shaxsiy klassi bo'lgani uchun quyidagicha shaxsiy CSS klassi bo'lgani uchun quyidagicha klass mavjud, ya'ni text, sample yoki
yoki font degan ba'zi mavjud. Masalan, kategoriya. Create kategoriyada quyidagicha qilamiz. Masalan, klassi fa plus desak plus birisi bo'ladi. Yo'q, просто juda ko'rsatmay turibdi. Shuncha g'alaba qilyapman. Yo'q. Biroz so'ragan. Demak, plus qo'ydik, ya'ni oddiy qilib. Keyingi qilamiz. Mana bu holatni to'g'rilash hisoblanadi. Ya'ni bu yerda mana bu joy serial column degan narsa. Bu narsada demak mana bu joydagi ishlar yoki mana bular saqlanadi. Bizga ID mana bu narsa kerak emas, buni mana bu joydan o'chirib tashlaymiz. Va masalan hozir create bilan ishlasak to'g'riroq bo'lar ekan, chunki ma'lum bir narsa kiritganimizdan keyin bu yerdagi holat kelib chiqadi, ya'ni qanday bo'lishi. Shuning uchun create sayfasiga o'tamiz. Bu yerda create kategoriya. Create kategoriya. Xo'sh. Buni ham misol uchun boyagidek class text center deymiz. Bu yerda faqat nomi kiritiladi. Demak, masalan, birinchi o'rinda qanday post kategoriyasi bor? Masalan, O'zbekiston yangiliklari. O'zbekiston degan kategoriya, aynan bu O'zbekiston. Okay. Yoki bo'lmasa aynan blog yoki yangiliklardan misol chiqarib jahon iqtisodiyot jamiyat, aynan masalan texnologiyalar degan create bosamiz, ma'lumot kiritiladi. Shu tartibda masalan sport ma'lumot kiritildi. Jamiyat iqtisodiyot siyosat. Demak, kategoriyalarni yaratib oldik. Bu yerda quyidagicha ro'yxat hosil bo'ldi. Kategoriyalar listi. Demak, bu yerda mana bu joyda juda ham eniga katta turibdi yoki bu yerda ham shunaqa holat. Ularni biza kesib, ya'ni kamaytirishimiz kerak. Buning uchun ya'ni mana bu grid view degan widgetdan o'sha qiymatlarini terib qo'yishimiz kerak. Hozir uni berish uchun demak başımızdan header options, header row options degan o'zgaruvchi bor va bunga massiv bo'ladi va masalan vizi taxminan 20 piksel saqlaymiz. Bu yerda xatolik bo'ldi, chunki bunda bunaqa qiymat qabul qilmas ekan. Shuning uchun pastga yozib qo'yamiz. Bunda ham
yetarli qiladi. Demak, above options bu orqali sinab ko'ramiz. Above options. Afsuski bunga ham qabul qilmadi. Demak, hozir aynan qo'shimcha extension bo'lmaganligi uchun bunda farq ko'proq bo'ladi. Shuning uchun bu narsani oddiy CSS orqali ham amalga oshirsak bo'ladi. Ya'ni aynan bunaqa shart beramiz. Grid viewlarning ichidagi table ichidagi birinchi nimaga viziga taxminan 10% emas, 4% yoki 4% degan qiymat yetarli hisoblanar ekan. Mana shu narsani demak barchasi uchun custom CSS degan faylimizga qo'shamiz, ya'ni 4%. Endi demak barcha grid viewlar ichidagi ichidagi demak taglarni birinchisi bo'lishi shart. Ya'ni bu shart nimani keltiradi? Ya'ni mana buni olib beradi bizga. Tern ichidagi to'g'ri. Tern ichidagi anglasak, bu yerda nimaga shunda bu narsa amalga oshmadi. Buni to'g'rilash uchun demak import degan narsani qo'yamiz, lekin adashmasam bu custom class bizni backend assetda chaqirilmagan. O'shaning uchun bu narsani chaqirib qo'yishimiz kerak. Custom demak chaqirildi, CSS bo'ldi. Mana demak bu yerda CSS orqali to'g'rilab qo'ydik. Xuddi shu tartibda demak qolganlarini ham to'g'rilab qo'yishimiz mumkin. Endi mana bu yerda import misol uchun mana shu yarim desak to'g'ri olarkan tipa birinchi bo'lardi. Va mana bu action column actionlar uchun masalan yoki qandaydir aynan qiymatdan berishimiz mumkin pixellarda. Pixelda bersak menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi, chunki narsa o'zgarmas hisoblanadi. Demak, biz holatda 70 piksel to'liq yetadi. Yuqoriga esa 15 piksel qo'yamiz. 15 piksel. Bunda 35, bunda 15 piksel. Bunda görünüş yapasın. Bunda şart fakat first mask last child da 15 yaklaşmasın 70 70 piksel saklayamiz. Demek grid view to'liq ishlash uchun o'z holatiga keltirildi. Endi buni tahrirlashimiz uchun quyidagi tahrirlashimiz mumkin yoki quyidagicha qo'yishimiz mumkin. Bu qismlarni ham o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni o'sha
ba'zi kamchiliklar bo'lsa, masalan kategoriya update'ida mana bu ikki class text center shunga o'xshash view qismida ikki class text center bu yerda demak id bizga kerak emas. Kategoriya bilan ishimiz to'liq tugatlandi. Kategoriyalar misol uchun saqladi. Demak, hammasi to'g'ri ishlayapti. Kategoriyalar to'liq tugalandi. Mana hukmiyatdan o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Demek keyingi ishimiz postlar yoki sahifalarni to'g'rilab chiqish bo'ladi. Xuddi shu tartibda. Masalan, sahifadan boshlaymiz. Bu yerda ham keraksiz tabellarni yoki nimalarni olib tashlashimiz kerak. Mana bu narsani nusxalab olamiz va sahifa page'iga o'tamiz. Ya'ni bu yerdan index demek plus fa plus ne bo'ldi? Bu yerda id kerak emas, content umuman kerak bo'lmaydi, status kerak emas, create'dan kerak bo'lmaydi, page'da to'g'ri saqlab qo'yamiz. Demak, holat mana bunday bo'ldi. Title, count view, status count view va statusda bu joy juda ham katta. Shuning uchun xuddi yuqoridagi holatdan kelib chiqqan holda shart berishimiz mumkin. Masalan, aynan page view'ni ichidagi ya'ni page view'ni ichidagi view'ni 1, 2, 3 tut 1, 2, 3 va tut, ya'ni 3 ga tutmishimiz 100 piksel tutga ham 100 piksel qilsak, quyidagicha bo'ladi. 100 kamroq ekan, demak 150 va quyidagi hosil bo'ldi. Bu yerda yana qo'shimcha tarzda text origin center o'zimizga mos CSS'larni yoki boshqa shartlarimizni kiritishimiz mumkin. Demak, tayyor. Endi ma'lumot kiritish sahifasi bilan ishlaymiz. Demak, bu yerda mana buni yaratamiz. Bizda page update ham narsa bor, bu yerda ham narsa bor. Formaga o'tamiz. Ya'ni mana bu forma. Quyidagicha bizda forma mavjud. Bu yerda yana bitta narsa, agarda forma, ya'ni ana admin template formasiga kirganimizda quyidagi agarda qandaydir text editor mavjud bo'lsa, hozir bizda holatimizda hech qanday ya'ni birorta editor mavjud emas bu narsalarni ko'rsatish uchun. Shuning uchun o'shani sozlab olishni amalga oshirishimiz mumkin. Demak, buning uchun
birorta editor o'rnatib olamiz. Masalan, TinyMC Amigos TinyMC widget bor ekan. Bu yerda maxsus extensionlar bor. Shulardan birortasini o'rnatamiz. Demak, biz holatda mana bu kodni Composer orqali amalga oshirishimiz kerak. Aqlaymiz va Enter tugmasini bosamiz. Bu yerda demak avtomatik Composer JSON reposiga qo'shilyapti va o'sha Composer orqali bizni editor nimamiz yuklanadi. Undan foydalanish quyidagi usulda bo'lar ekan. Demak, ya'ni forma nomi qandaydir klass chaqiriladi. Bizga mana shu narsa kerak. Uni nusxasini olib, o'zimizni qayerda ishlatmoqchi kuchliga qo'yamiz. Ya'ni bu yerda bizda content hisoblanadi, asosiy yuklamasi. TinyMC hali mavjud emas, shuning uchun buni hali qo'yishning iloji yo'q. Buni bu yerda, ya'ni TinyMC use qilib chaqirib qo'yishimiz kerak. Hali bu narsa yaratilmagan. Demak, hozir bu yaratish jarayonida ketyapti. Yaratib bo'lgandan keyin ishlash holatiga bu narsa ishlash holatida bo'ladi. Demak, bu yerda demak tillar ham bor yoki ruscha, inglizcha qilish mumkin. Lekin odatda TinyMC'larda file manager degan nimasi bo'lmaydi. Bu narsa ham o'zi alohida ish, shuning uchun murakkab bo'lgani uchun bu narsada file menejerlar bilan ishlashni ko'rib o'tmaymiz. Faqat TinyMC'da oddiy, demak, xuddi Wordga o'xshash qilib ma'lumotlarni kiritamiz va sahifalarda bu narsani chiqaramiz. Demak, bu yerda demak bizga kerakligi bu yerda TinyMC chiqadi. Count view bizga kerak emas, ya'ni bu avtomatik user tomonidan ko'rishlar soni. Bu narsa qo'lda kiritilmaydi. Status albatta kerak narsa, chunki status belgilab beradi. Holat shunday. Create etni ham o'chirib qo'ysak bo'ladi, chunki bu narsani bazani o'zi avtomatik tarzda yuqorida biza ya'ni mana bu joyda shart berganmiz. Timestamp null kelishi mumkin va null kelganda hozirgi vaqtni kirit degan shart berilgan. Va biz demak quyidagi page create degan sahifamiz, ya'ni forma sahifamiz foydalanish uchun tayyor. Faqat demak bu yerda qandaydir xatolik yuz berdi. Demak, bu yerda o'sha TinyMC bilan yoki ma'lum bir narsa bilan noto'g'ri o'rnatish amalga oshirilgan, shunga o'xshash xatolik. Mayli bo'lsa buni o'rnatmaymiz, boshqasiga o'rnatishga harakat qilamiz. Ya'ni bu yerda ham xuddi shu editor bor ekan. Demak, bundanmas, aynan Amigos degan extensionlarda eski editor ham mavjud. Aynan o'sha o'rnatishga harakat qilamiz. Bizda holatda xatoliklar kelib chiqdi. Aynan Composer bilan bog'liq. Hozir qaraydigan bo'lsak, juda ko'p vaqt ketishi mumkin. Shuning uchun narsani ko'rmaymiz va yangi editor o'rnatishga harakat qilamiz. Demak, o'rnatgancha demak mana bu narsadan foydalanamiz, buni o'chirib qo'yamiz. Bo'ldi.
Bungacha demak boshqa sahifalar bilan ishlashni amalga oshiramiz. Masalan, page views demak ID kerak emas. Content bu narsa demak detail view detalni ko'rsatish widgeti bizda content HTML ko'rinishda bo'ladi va count son status qandaydir aktiv inaktiv degan kreditda sana bo'ladi. Demak bu bo'ldi va xuddi shu narsani demak postda ham ko'rib chiqamiz. Ya'ni post bilan ishlaganimiz yo'q. Keraksizlarni olib tashlash shunga o'xshash. Demak indeksda demak post demek bu yerda klasimiz esa plus bo'ladi. Demak keyingisi ID kerak. User ID kerak bo'ladi. Description shart emas. Content ham kerak emas. Count view kerak, status kerak, create kerak bo'ladi. Demak saqlaymiz. Saqlaganimizda quyidagicha hosil bo'ldi. Bu yerda created statuslarga uzunligini berib chiqamiz. Ya'ni qaysiga qanchalik. Buning uchun demak mana bu yerda bu yerda qandaydir darajadagi xatolik kelib chiqibdi, ya'ni o'rnatish bilan bog'liq bilan, ya'ni quyidagi sanani ko'rsatamiz. Mana xatolik. Demak bu yerda bilmadim qandaydir kompozer yoki set update xatolik bo'lgan sababi biza sal noto'g'ri joyda kodlanishyapti, ya'ni bu public ichiga kirish kerak edi. Shuning uchun bu narsa bo'lmagan. Qaytadan barcha ishni boshqacha harakat qilamiz. O'shanda bu xatolik o'zidan to'g'rilanishi mumkin. Ya'ni xatolik bo'lgan sababi mana bunday holat bo'lgan. Bizda hozir terminalda mana bu joyda ishlagan kompozer asli bu yerda ishlash kerak, chunki bizning fayllarimiz barchasi ya'ni public ichida, composer ham buni ichida edi. Shuning uchun bu yerda ishlash kerak edi. Shu sababli bu narsani xatolik kelib chiqqan. Demak, mana yuklash amalga oshiryapti hammasi. To'g'ri. Demak, hozircha formamizga o'tib page forma va tangimsiz joyga qaytaramiz demak. Mana buning hammasi to'g'ri, amalga oshiryapti. Kerakli fayllar yuklanyapti. Sahifalarga kiramiz. Bu yerdan create qilsak xatolik beradi. Hali bu narsa mavjud emas. Aliflayapti, aniqlab yarlikda bo'ldi. Mana to'liq yuklandi. Aynan bizga kerakli bo'lgan qolgani yuklanib bo'ldi demak. Yerda qandaydir
chiqmoqda, ya'ni uni qo'lga olib ko'ramiz. Hozirda indeksatsiya jarayon ketyapti, shuning uchun bu narsa ishlamasligi mumkin. Lekin bu yerda hammasi joyida ishlayapti. Row options o'chirib qo'ysak, kattaroq xatolik bor hali. Bizning holatda Orm yuklangan fayllarni qayta ko'rib chiqyapti, shuning uchun demak bo'ldi. Qayta ko'rsak, quyidagicha xatolik, ya'ni ngs degan fayl topilmoqda. Mana buni o'chirib qo'yamiz. Demak, mana xatolik mavjud emas. Rowga demak ko'proq yoqamiz. 15 row. Quyidagicha hosil bo'ldi. Bizni birinchi sahifamiz, birinchi sahifa. Sayt haqida bu ma'lumot kiritdik. Bunga o'zim xohlagandek qandaydir masalan ma'lumot kiritishim mumkin yoki bizda file manager degan narsa bo'lmaganligi uchun quyidagicha media file ko'rsatib qo'yishim mumkin. Startga ketadi. Demak, kiritildi. Start majburiy. Bu yerda qanaqadir xatolik mavjud. Hech qanday xatolik kelmadi. O'sha kelayotgan xatolikni ko'rsatish uchun quyidagicha kod yozib qo'yamiz. Ya'ni dollar forum row summary dollar model. Bu o'sha mavjud barcha xatoliklarni demak ko'rsatib beradi. View count degan narsa bu yerdan jo'natilmayapti. Shuni bu yerdan quyidagicha rule orqali jo'natamiz. Default avtomatik kiritadigan default valuesi demak value 0 bo'lsin. Default value 1. Required options kerak. Uzr. Required olindi. Kiritsak, ma'lumot kiritilishi kerak. Ma'lumot mana kiritildi. Title sayt haqida, content nimadir, ta'mirlar qachon kiritilganligi. Bu yerda ozroq qisilib qolibdi. Keyboardning ichidagi birinchi hashlarni vizini 20% qo'ysak, manimcha to'g'riroq bo'ladi yoki 15% bo'ladi. Uni CSS orqali qo'yamiz. Backend CSS grid view
ichidagi, body ichidagi, tag'in ichidagi tagda first childlarning barchasiga is bo'lsin. Bu th ekan. th body ichidagi th. First child kelimasi shart emas. Import qilamiz chunki bu grid view emas, bu oddiy detail view edi. O'shaning uchun hali qilmayapti. Detail view qo'shishimiz kerak. Mana bo'ldi. Mana bu yo'q qismi tayyor. Update qilsak, update qismi ham bor. Hammasi tayyor. Bo'ldi. Demak, aynan page'lar sahifasi tayyor. Keyingi nimamiz demak postlar. Postda demak bu qismga o'tamiz. Bu qismda nima kerak bizga? Demak, bu yerda bizga kerak bo'ladi, ya'ni o'zgartirishimiz kerak bo'lgan narsa create. Mana shuni o'zgartirib chiqarib birinchi postda update view create. Demak, formaga o'tamiz. Demak, formada bizga kerakli bo'lgan, kerakli bo'lmagan uzr postga qayta kiramiz. Demak, bu yerda content mana bu narsa bo'lishi kerak. Mana bu joy content bor. And you see the chapter qo'yamiz. Description bu text area bo'ladi, ya'ni qanchalar uzunroq bo'lishi mumkin. Uchun ikkita row spanlashmasam count kerak emas, create ham kerak emas. Ko'rsatamiz. User ID row user bo'ldi. Userda faqat narsa view count yuqoridagi page'ga xabar bermas uchun buni bu yerdan olib qo'yamiz va view count default qiymatiga valuesida demak null degan qiymatni beramiz. Har doim shu narsani bajarish uchun. Masalan, mana bu ma'lumotni ko'chirib qo'ysak bo'ladi. Sarlavhasi quyidagicha ekan. Mana bu narsa description bo'lib xizmat qiladi. Description. Bu yerda bitta narsa user ID to'ldirish majburiy. Bu narsani bunaqa qo'lda to'ldirilishi kerak bo'lmaydi, ya'ni ma'lum bir drop down listga chiqish kerak. Shuning uchun drop down list degan user, ya'ni yeni o'zini shunaqa forma imkoniyati bor. Shuning uchun mavjud userlar ro'yxatini bu yerga chiqarib qo'yamiz. Uni chiqarish uchun array helper degan to'g'rog'ini databamizda importga chaqirib qo'yamiz, ya'ni data array helper map. Bu narsa ya'ni user degan tabledan ma'lumotlarni o'qib oladi
oladi va uni massiv qilib bizga qaytarib beradi. Ya'ni bu yerdan ma'lumotlarni o'qib barchasini degan shart beriladi va bu yerdan bizga faqat IDs kerak va full name. Bu yerda shart qo'yishimiz mumkin. Qanaqadir var degan. Hozir duplikat qilamiz. Okey. 3 bitmaslik uchun bu yerda 3 bit bordir. Qayta yuklab olib, o'chirib olib, ularni burga demak, burada status aktiv kiritildi. Correct. Bu yerda demak qanaqadir xatolik, kategoriya tanlanishi kerak edi. Bizda kategoriya tanlanmay qolibdi. Kategoriya ya'ni o'zi asli bu yerda user ID degan narsani olib qo'ysak ham bo'ladi, chunki tizim joriy userni tanlab avtomatik orqa fonda kiritib yuborsa ham bo'ladi. Shuning uchun user ID o'chiramiz va bunga kategoriya deganda name deb qo'yamiz va duplikat faqatiga postda masalan user ID degan joyga user ID ga defaultga joriy userning ID'si deb qo'ysak yetarli. Agar to'g'ri ishlasa. Demak, bu yerda kiritildi, kategoriya tanlandi, status aktiv. Okey. Kategoriya demak, bu yerda qanaqadir xatolik mavjud, ya'ni ma'lumotlarni kiritishda. Sababi bunda kategoriya ID degan hali ustun qo'shilmagan, eskiligida qolib ketgan. Shuning uchun bundan xatolik kelib chiqyapti. Uni biz kiritib qo'yamiz. Kategoriyada masalan bu yerga kategoriya kiritildi. Qaytadan yuklab ko'ramiz. Ma'lumot kiritildi. To'liq. Demak, to'g'ri. Hammasi. Agar postda ko'rsak, mana ID 3, markaziy Osiyo, user ID joriy userda olgan, kategoriyasi olgan, description, content, count, hammasi to'g'ri. To'g'ri. Demak, endi faqat bu yerda view qismini solishimiz kerak ekan, formani view qismida nimani solishimiz kerak? Bu yerda ID kerak emas. HTML ko'rinishda kelyapti bizda. Va user ID ni aynan qanday ko'rinishda ham olish mumkin. Bizda user ID degan tabelimiz bu yerda title'dan keyin chiqishi kerak. Title'dan keyin chiqdi. Kategoriya bor. Bu yerda yana kategoriyada name bor. Texnologiyalar degan kategoriyaga tegishli va quyidagicha ma'lumotlar chiqdi. Demak, to'g'ri ishlayapmiz. Demak, qaytadan saqlasak, demak hammasi to'g'ri. Faqat bitta narsa, agarda mana bu aktiv qurollarni shart berib qo'ysak bo'ladi, ya'ni PHP agarda
korpusi, model status aktiv bo'lsin degandek. Aktiv avtomatik tarzda tanlab turadi, ya'ni yangi qo'shayotgan vaqtimiz quyidagi joyda tartibda ketadi. Demak, post yaratish to'liq yakunlandi. Endi mana bu qismni sal to'g'rilab qo'ysak, demak bu nima ham tugadi. Demak, bu yerda bizga kerakli nimalar, demak count, status, demak 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6, ya'ni 3 4 5 6 degan usullar bilan ishlaymiz bu yerda hozir. Ya'ni quyidagi bizda page emas, bu post bo'ladi. Post create view 3 mana 3 to'g'rilandi. Demek keyingisi 3, demek 4, yani bu 4 count view juda ham katta kerak emas. Demek shuning uchun unga taxminan 60 bo'ladi. Va demek count ham va status uchun esa taxminan 4 100 piksel berib ko'ramiz. 100 piksel demak yetar ekan. Create desa created demak oldi. Bukan bo'ldi. Demek ma'lumot to'g'ri bo'ldi. Endi faqat mana bu yerda bir yoki yana bir nima qolibdi, ya'ni bu narsa kategoriya, ya'ni postni qaysi kategoriyasi ekanligi. Buni mana bu yerda chiqarishimiz kerak edi. Mana bu yerda user full name deymiz va kategoriya name. Demak, bizda hozir hammasi to'g'ri. Faqatiga kategoriyani kategoriya qilamiz. Hammasi ishlayapti. Faqat sal boyagi raqamlarni o'zgartirishimiz kerak, chunki bitta orqaga surildi. 3 mana bu 4 demak 4 status 80 bu 150. Demek bizde hammasi tayyor. Bitti. Bo'ldi. Demek şartlar qo'yishimiz mumkin, ya'ni barcha kodlarni, terminaldagi barcha kodlarni quyidagicha qilib, ya'ni kodlar text center bo'lsin va barcha kodlar lekin
ikkinchi bolasi left bo'lsin. Chap bu narsa quyidagicha bor. Faqat bundan tashqari barchasi demak o'rtaga olinadi. U yerda demak filtratsiyalar ba'zida nimalarni qo'shish mumkin. Ya'ni bu yerga filtratsiya qilish uchun hozir masalan Markaziy Osiyo yana buni qidiradi yoki shu bo'yicha qidirishlarni boshlash mumkin. Lekin mana bular orqali hozir qidira olmaymiz. Shuning uchun shu yerga qo'shimcha filtr qo'shishimiz kerak. Ya'ni mana bu joyga. Buning uchun nima qilamiz? Ya'ni bu yerga attribute demak category ID va demak endi qiymati quyidagicha bo'ladi. Valyusi bu narsa funksiyaga olinadi, ya'ni quyidagicha va ichkariga model o'zgaruvchi berib return qilinadi. Model category name va filtr degan maxsus kalkulga demak massiv shaklida quyidagi o'zgaruvchi berib yuboriladi. Ya'ni array helper qilsak bo'ladi. Faqat buni yuqorida chaqirib olgan afzalroq. Chunki quyidagicha ko'rinishda, ya'ni category array helper map category find all id va name. Startda user ham bo'ladi, shuning uchun userga ham kiritib qo'yamiz. Userda faqatiga name va user demak bo'ldi. Filtr degan narsaga kategoriyani beramiz, bu massiv qaytaradi va xuddi shu tartibda userni ham to'g'rilab qo'yamiz. User id user yerga name bo'ldi. Qaytaklasak quyidagicha o'yin hosil bo'ladi. Sal xato yoki user bo'lishi kerak edi. User amr yoki boshqa bunda yo'q, sababi bunda hali nima kiritilmagandi. Kategoriya eski qolib ketgan, shuning uchun buni yangilab qo'yish uchun mana bu yerga demak quyidagicha qilib kiritib qo'ysak yetadi. Va nima qilamiz? Kategoriyalar sport. Faqat bu yerga aynan kategoriya bo'lganda kategoriya ID ni qidiradigan ya'ni filtrda qo'yib qo'yish kerak. Sportdan qidirsak sport yo'q, boshqasidan demak bor. Mana bu ID bo'lib qolgan, buni o'zgartirib qo'yish uchun demak grid ichida quyidagicha qilsa bo'ladi. Label masalan category xuddi shu tartibda unda user bo'ladi. Demak barcha filtrlarimiz to'liq ishlayapti. Agar buni qilsak topmaydi. Viewlarimiz masalan ikkita versiyani topmaydi. Aktivga yuqoridagidek qilib qo'yish kerak ekan. Demak
chunki aktiv degan filtr degan narsasi bor. Unda status bunda oddiygina aktiv va mümkün. Aktif. Status ko'chiramiz. Bo'ldi. Demak, mana statusda ham aktiv, inaktiv. Inaktivda hali yo'q, aktivlar bor. Demak, barcha nimalar ishlayapti. Bu yerda o'sha aynan o'zi bo'yicha qidirish mumkin. Ya'ni bu yerda aynan raqam qidirmayapti, shuning uchun model search, ya'ni post searchda created aynan moslik tekshiriladi. Uni biz like orqali tekshirib qo'yishimiz mumkin. Osonroq bo'lishi uchun like qilamiz, buni o'chiramiz va masalan 04 desam, mana bu 04 qidirib topib beradi bizga. Shu bilan demak post bilan ishlash nimamiz tugadi. Shu tartibda qolgan nimalarni ham barcha sahifalarni qilib chiqamiz.